Az bo'lmagan insonlar o'zlari azaldan ko'rib boqmagan insonlarni eng so'yadi. Yana ular o'liklarni va o'zi tonigan, ammo o'zini tonimagan yo'chin insonlarni eng so'yadi. Chunki ularni so'yish eng osondir. İnsanlar özleri azaldan körüp bakmagan neçe yüz yıl hatta neçe ming yıl burunki insanlarını yad etip mersiye yazışıdı. Nakşı eytişidi. Ula bilen gayvi muğdışıdı. Tilek dokuşudu. Yığızar kılışıdı. Bugünkü rakamlık devri insanları özünü tonugan Ama özünü tanımagan tantarbiya çolpanlarıga, kino çolpanlarıga ve nakşı çolpanlarıga tasvirliksiz derecede aşık desek, hergizmi mübalağı emasdir. Undaqda insan üçün süyiş en kıyın bolgan insanlar kim? Süyiş en kıyın insanlar bolsa, dal yenidiki yakınlarıdır. Bu qarashqa mansitmaslik pozitsiyasi tutadigan kishilar ham bo'ladi. Ammo bu bir haqiqat. Ularni ishontirish vazifam yo'q albatta. Bu zodi nima uchun? Insonda shundoq bir tuvan darajalik mohiyat mavjud. Ya'ni u osonlikni qo'g'lashadi. So'yishni hissiy yashash oson, ammo onu baştan keçiriş kıyındır. Şu sebepten nurgun kişide söyüşünü baştan keçiriş ornuğa söyüşünü hissi yaşaş kılmayıl. Birovni söymek söyüşünü davamlaştırıştan asan ve hatta neçe milyon hassa asan. Mana bu nurgun kişilerin talağı karşının şundakla 5 yıl muhabbetleşip 5 yıl öy tutalmaslıkının sebebidir. Çünkü muhabbetleşiş hissi süyüş, öy tutuş bolsa süyüşne ameli baştan keçiriştir. Süyüş insandan romantik kalıp isteydi. Süyüşni davamlaştırış kalıp sırtıda yana kadirleş, mesuliyet, ebucallık isteydi. Siz görmegen insanlar sizden yardım sormaydı, takallaşmaydı, mesuliyet talep kılmaydı. Demek, ularni süyüş ve süyüşni davamlaştırış hakikaten asan. Şunu his kılıp yettim ki, bugünkü insanlar duch kelib atkan en kıyın meselenin biri, dal yenideki insanlarni süyüşni davamlaştırış meselesidir. Michael Jackson kechilik o'tkazganda naq maydonda o'shidan ketgan necha minglagan qizlar Lisa Mary bilan Debbie Rowe'ning Jacksondan nima uchun ajrashib ketganligining tagiga mangu yetolmasligi mumkin. Soda magnati Mayunning shu bir so'zi kishini o'ylantiradi. Sizlar muvaffaqiyatimdan va nutqimdan menga boshqacha qoyil bo'lib olqishlaysizlar. Ammo oilamda ayolim meni unchalik çok ko'rib ketmaydi. Chunki siz ko'rib bakmagan shu kishilarning latofati va muvaffaqiyati sizning aql ko'zingizga cho'lparda tortib qo'yadi. Ularning quvvasimasi sizda o'zingizdan va yaqinlaringizdan bir daraja ustun inson tasviridan iborat xato sezim paydo qiladi. Mana bu xato sezim sizda ularni mukammal ko'rsatadi. Ularning kinolarda davomli latofatlik ko'rinishi, adashmay so'zlashlari va romantik muhabbat hikoyalari ularni sizga nuqsonsiz ma'bud ko'rsatadi. Mana bu kinochilik yaratgan bir so'yish fojiasi. Siz o'tmishda yashagan ulug' donolarni va faylasuflarni so'yasiz. Ular qoldirgan hikmatlarni va kitoblarni so'yib o'qiysiz. Ammo ularning o'gitlari ichida eng ko'p uchraydigan jumlaning yaqinlarimni so'y degan o'git ekanligini payqamaysiz.
Analar insonlarni ota-onasini, qarindoshlarini, qo'shni qulumlarini, urug' tuqqanlarini va do'st-yorlarni suyishga undab kelgan. Demak, ular inson uchun nimaning eng qiyin ham eng muhim ish ekanligini o'tmish davrlarda bilib yetgan. Chunki odamni asos qiladigan muhabbatlik bir jamiyatni barpo qiladigan narsa cho'lponlarga cho'qinish bo'lmasdan, balki yanadagi yaqinlarni suyish va davomli suyishdir. Bu ishga oshirilmagan jamiyatda shaklbozlik va shaxsiyatchilik avj oladi. Avtobusda to'nimagan buvayga o'rin bo'shatib bergan yosh cho'qimki yaqinlarni suyadi. Tushib qolgan portmoningizda sizga uzatgan kishi cho'qimki yaqinlarni suyadi. Ko'chada yiqilib tushgan kishini yurigan kishimi cho'qimki yaqinlarni suyadi. O'zi ko'rib boqmagan kishilarni yaqinlaridan bakrak suyadigan kishi avtobusga yashanganlar chiqsa ko'rmasga selib oladi. Yerdagi pulni boshqalar ko'rmasda yanchuq soladi. Ko'chada yiqilib tushgan kishini rasmga tortib, do'stlar chambariga chiqaradi. Ason muhabbatni qo'g'lashish insonning tuvan darajalik mohiyati. Insonda yana bir yuksak mohiyat ham borki, u qiyin bo'lgan muhabbatni qadrlaydi, davomlashtiradi. Bundaq inson sizni aybingiz bilan suyadi. Sizni xatoligingizdan to'sadi. To'g'ri bo'lgan odamiylikni qo'g'lashadi. Siz meyib yo'ldishini 30 yil boqqan ayollarni eshitasiz. Siz rak bo'lib chiroyi o'zgarib ketgan ayolidan voz kechmay davolatgan erlarni eshitasiz. Siz ota yoki onasi uchun kech kunduz ter to'kkan farzandlarni uchratasiz. Siz qo'li qisqa qo'shnisi uchun saxovat qo'lini sungan qo'shnilardan birisiz. Do'stim, haqiqiy baxt oson qo'lga kelmaydi. O, hargizmi bir qitimliq suyish yoki suyilishda emas, balki davomli suyish va suyilishdadir. Biz bolalarımızga qandoq suyishni o'rgatdik. Ammo qandoq davomlashtirishni yetarlik o'rgatolmadik. Bolalaringiz o'z kelgusi turmushi uchun sizni tajriba qiladi. Yosh ota-onalarga deydiganim, barcha muhabbatni bolangizga berishingiz intayin xatarlik tarbiya. Sizning ota-onangizga, juftingizga, qarindosh urug' tuqqan va do'st yorinlaringizga bergan muhabbatingiz farzandingizning sevgi etizini o'g'itlaydi.